Assalomu alaykum. Hozir sizlarga 4 xil un qo'shilgan muzli karamelga tushunib ketaman. Полностью retsept pastda to'liq aytib yozib o'tilgan. Bu retseptdagi hamma mahsulotlarni Kondishop magazindan sotib olsangiz bo'ladi. Idishimizga birma-bir unlarimizni hammasini solib olamiz. Kerakli mahsulotlarimizni sutni solamiz. Piyozni cho'rkatib qo'shamiz, moza sariyog'imizni solamiz. Birinchi sort undan qo'shib turib, yaxshilab xamiratib qarab olamiz. Agar siz birinchi sort un emas, karamel ichishni istasangiz, полностью kepekidan foydalansangiz ham bo'ladi. Nonimizni 2 soatda oshirishga olib qo'yamiz. Bu arada sizlarga qo'ldan aytadigan toza parakanetlarni pechka haqida deb berjekman. Bu sharoitda ishlashingiz uchun eng qulay pechkalardan biri bu fazda ishlaydi. 2 fazada mislaram удобнее. Har safar bunda nonlarni, kroissantlarni ideal etib pishirish mumkin ham kuxningizda ko'p joyni egallanadi. Uy sharoitida ijod etadigan ayollarimiz uchun ayni muddo kichkina kafeshkalar ham qulay keladi. Narxi ham shunga yarasha 2 barobar arzon. Tayyorlashgan xamirlarimizni yoyib olamiz. Aytgancha sizlar agar dro'jja ishlatishni istamasangiz, analarimiz aytadigan payadan foydalansangiz ham bo'ladi. Buni hozir modnada zakvaska. Go'shtdan zo'r etib ijin tayyorlab olamiz va videoda ko'rsatilganini aytib ko'chib olamiz. Hozir men 2 xil etdim, sababi men qozonda zavtrak uchun yeyiladigan bagetani aytjekman. Nonimizni ustiga tuxum sarig'ini surib turib, duxovkaga pishirishga yuborib olamiz. Xushhay duxovkada xushhay nonlarni pishib chiqishlarini qaranglar. Aralarini sochmaligini aytmasam ham bo'ladi. Suvlar oqib ketdi. Yaqin ishtaha.